Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar. Bugun biz Andijon Jahon bozoridamiz. Ko'rib turganlaringizdek gullar qatoridamiz. Mana do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek bitta opamiz Jahon bozoridan syomka qiling degan ekan gullarni mana. Jahon bozor gul do'koni. Hurmatli obunachilar, aka bu yerda qanaqa gullar ko'proq? Qanaqa gullar? Sezonli gullar ko'proq? Uy gullari. Uy gullari. Bog'lar endi mini ro'za. Miniatyr gullar. Necha puldan sotib yurlar? Bular 6 ming so'm, 5 ming so'm bo'ladi. Katta bo'lmaydi u. Aslida o'sadi orasi. Qishda qolaveradi. O'zimiz gulni atirib chachishtirgan ekan kichkina qilib. Hurmatli obunachilar, 5 ming 6 ming so'mdan desa 5-6 mingdan kichikligiga qarab. Do'stlar, aka men giralarni aytib oling, bitta so'ragan eding o'z kanalimda. Giralarimiz 15 ming so'm. 15 ming hammasi bir xil. Hurmatli obunachilar, mana giralar Jahon bozori. Giralar. Oladiganlar bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Bu yerda optim seshanba juma kuni bo'ladi deysiz, optim. Optim gul Jahon bozorida seshanba va juma kuni bo'lar ekan. Obeddan keyin boshlanar ekan. Do'stlar, mana kimga gul kerak bo'lsa qo'yib ketaveramiz videolarini. Mana. Qo'shnilaringizni ham olaversam, indamadi. O'zini olmasdan. Aka, nomeringizni aytib keta olmaysiz, mabodo gul kerak deganlarga. Nomeringizni bera olasizmi? Pasand emasmi bu ish? Bu ish sizga pasand emasmi deyman? Boshqa joyda do'koningiz yo'qmi? Yo'q. Aka, rahmat, sekin aylanaman, rahmat. Hurmatli obunachilar, do'stlar mana. Assalomu alaykum. YouTube'ga qo'yib ketsam bo'laradimi kanalimga? Qo'ymaymi? Assalomu alaykum. Oparbek. Shunday kanalimga qo'yib ketsam bo'laradimi reklama qilib? Gullaringizni. O'z chiqmaysiz. Hurmatli obunachilar, do'stlar mana Jahon bozoridagi gullar. Do'stlar, kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ijrofi qaramasa. Bor, aloqangiz bormi? Boshqa hammasi ham? Endi katta umuman shekilli, uni barcha. Aloqalar bor ekan do'stlar. Hadi onu nima nechta bo'lar chekingam qanday o'sib qolmagan nechta bo'lar Opa, nechi pullarningiz aloqalaringiz? 20 mingdan 35 minggacha aloqalarimiz. Do'stlar, mana bu gullarimiz kichkinalari ham bor ekan mana. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha birinchi marta Jahon bozoridan video syomka qilyapmiz. Opa, gullarni qo'yib ketsam bo'laradimi videoga? Bo'laram. Bo'ldi. O'z chiqmaysiz, xojolat olmay o'tiravering. Do'stlar, mana keyingi sotuvchi opamiz. Narxlarni ayta olasizmi yo aytmaysizmi? Kattalarda endi bular kattaligi uchun 25 ta turlari. Opa, bularchi bular? Bular. Qancha? 1200 so'mdan. Do'stlar. Ona Pavlona nimalaringiz qancha? Pavlona daraxt deydimi? Gul. Palma daraxt. Qanchadan opa? 50 mingdan? Arzon ekan 50 mingdan ancha. Bu 25 ming. Hurmatli obunachilar, mana 25 ming so'mdan. Do'stlar, kimga kerak bo'lsa, opa, bu gullaringizni 25-35. Telefon nomeringizni aytib keta olasizmi, aytib ketamizmi? Bo'ldi, tushunarli. Rahmat opa. Assalomu alaykum. Qo'yib ketsam bo'ladimi? Hurmatli obunachilar, keyingi sotuvchi opamiz mana.
Gullari bor ekan. Qo'ldan kelgancha ko'pchilik syomka qilgani unamayapti. Nomerini ham bermayapti. Iloji boricha kelsalaringiz, xudo xolasa bemalol tanlab olaverasizlar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni olishga harakat qilyapmiz. Mana do'stlar. Mana banda nech. Mana gullarimiz ham bor ekan mana. Muhol ekan hali. Xo'p, mana bu gullarimiz ham bor ekan. Xo'p, bunaqa gullarimiz ham bor ekan. Bemalol. Xo'p, oddiyroq gullarimiz bor ekan mana. Xo'p, assalomu alaykum. Videoga qo'yib ketsam mayli gullaringizni? Qo'ying. Videoga. Yo'q, bo'laveradi. Odamlar narx-navosi nimasi qiziqda? Qaysi guldan bor? Yo'q, sizlar tushunmaysizlar, jala to'yini. Bu opami? Ha. Bunday ketimda kelaman. Video. Nima bo'lmoqchilar? Sezonli gullarimiz bor. Xo'la nech puldan nech pulgacha gullar? 1700-1300 so'mdan bu gullarimiz. Ha, bular liliyan bu. Ha. 50 ming. Orxideya yo'q-a, sinaqa xolos. Naralarda bor. Bor. Hadi qo'y. Do'stlar, mana kimga kerak bo'lsa, men aloqa qilasiz. Nomeringizni qo'yib ketaymi? Yo'q, qo'ymayman. Xo'p, bo'ldi. Rahmat qiling. 35. Do'stlar, mana. Opa, videoga olib qo'yib ketsam maylimi? Yo'llaringiz. Hurmatli obunachilar, mana. Xo'p, mana. Mana Liliya Disco mana. Bu to'yganda biladi. Tugudaklari deydimi? Mana. Liliya Broken. Xo'p. Do'stlar, Liliyani piyoz. 15 ming dedingizmi opa Liliyan piyozini? 35 ming. Ha, 35 ming ekan. Aha. Model olmasa Liliyan piyoz 35 ming. Gullarimiz. Opa, telefon nomeringizni qo'yib ketaveramizmi yo kerak emasmi? Nechilik? 99. 513 94 08. Aha, rahmat xola, charchamang. Ha, optim bormi sizlarda? Aha. Do'stlar, mana shu do'konda optim gulimiz bor ekan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tashkilotlar, bog'chalar, boshqa tashkilotlar bemalol aloqaga chiqib mana shu yerdan aloqaga chiqsanglar. Bor. Assalomu alaykum aka, xormanglar. Qo'yib ketsam maylimi aka? Assalomu alaykum. Buncha sog'lashasiz, charchamasizmi? Rahmat. Yo'q, assalomu alaykum aka, xormang, charchamas. Buncha sog'lashasizmi? Olyapsizmi? Qo'yib ketsa bo'laverami aka? Gul tuvaklar. Bo'ldi. Ha. Endi ustini olib, bir qator olib. Bemalol aka. O'ptimi aka bu yerda? Hurmatli obunachilar, kimga qanaqa katta gul tuvaklarimi, dumaloqmi, yumaloqmi, gullimi, gulsizmi, to'g'rimi aka? Katta kichik hammasidan bor. Bu yer o'ptim joy hisoblanadi. Mana do'stlar, o'zi ko'proq seshanba, juma kuni o'ptim hisoblanar ekan. Obyektdan o'ptim boshlanyapti, kechga shomdan keyin tugayapti. Endi biz birinchi olishimiz. Ha, bizda har kuni 24 ga yetishadi. Kechqurun savdo qilinadi bizda. Bu yer har kuni. Har kuni 24 ga. Ko'proq oladiganlar dastlabkasi bormi? Masalan, Xonobod tomonlarda gulchilik ko'p rivojlanibdi. Dastlabki pochtalarni beramiz. Do'stlar, mana kimga kerak bo'lsa, bemalol gul tuvaklari mana hammasidan bor ekan. Mana katta kichik deysizlar. Aka, nomerlaringizni aytib olsangiz qo'yib ketay. 90 696 2500. 2500. Hurmatli obunachilar, kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka, rahmat, sog' bo'ling, charchamang. Rahmat. Hasanboy. Assalomu alaykum. Opa, xormang. Assalomu alaykum. Opa, charchamasizmi? Qo'yib ketsam maylimi? Ha. Sizda o'ptimmi opa? O'ptim. Sizda Xonalarimiz bor, katta-katta. nimalarimiz bor? Xonalarimiz bor, o'zimizni chekxona. Opani gulxon. Yo'q, o'zinglar olmayapman. Xijolat olmanglar. Hurmatli obunachilar, mana shu opamizning rastasi o'ptim hisoblanar ekan, bemalol. Mana shu gullardan bor ekan hammasidan. Hozir nomerlarni ham qo'yib ketamiz. Hurmatli, bular ham sizga qarashliga? Yo'q, bu yerda adreni qo'yaman ekan. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana.
Janoviydi gullar. Yaqin ekan-da mana degan. Mana shunday o'tirganlar deb qo'yadi. Ko'rsatib qo'yaymi? Ha, bo'ldi. Opa nomeringizni aytib olasizmi? O'tdim gul. To'xtadim. 180, Nechilik? 180, Nechilik? 93lik 780 57 76. Akangiz bemalol aloqaga chiqishaveradi. Birinchi qo'l. O'tdim. Foydalanishga bemalol yo'lda qilib berasizlar. Aha, hurmatli obunachilar. Ha, yo'ldagi yozuvdagi gul emasmi sizga? Nima narsa deb qo'ygan ekan yo'lda. 80 metr bor. Ha, boshqa ekan unda. Aha. Rahmat opa. Charchamanglar. Hurmatli obunachilar, mana shu o'tdim hisoblanar ekan, bemalol aloqaga chiqisizlar mumkin. Ko'proq olganga dastavkasi ham bor edi. Bo'ldi. Katta mashinalar ham bor. Aha, katta mashinalar ham bor ekan. Aka-ukalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar, opalar. Aka, qo'yib ketsak bo'laverami? Qo'yavering, lekin qo'yavering. Azizlar, narsa shu archa bor xolos. Ya, shu ko'chat narxnomasi ko'rinishlari qiziqadi odamlar. Ha, bo'ldi. Kerak bo'lsa nomlaringizni yozib ketsam maylimi? Ha, bo'ldi. Nechilik aka? 95lik 95. 0 Yo'q, sizga chiqmaydi. 015 015 44 33. 44 33. Do'stlar. Archa bor. Hamma yo'q. Aha. Sizda faqat dov-daraxt ekan-a? Hurmatli obunachilar, mana shunaqa ko'chatlar yana kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Mana shu kutganda hamma yo'q bor. Gazon ham separat ko'rsatib qo'yaman. gazon xizmatlari ham bormi? Ha. Instagram profilingiz qanaqa edi? Ha, bo'ldi. Instagramda qo'yib U gazon xizmatlari vodiy bo'ladimi yo nima joyga ketaveradi? Vodiy bo'ladi. Garantiyalari bor-a, ko'l tartib berish. hamma garantiyasi bor. Garantiyalar bor. O'zini nimasiga qarab dekorativ gullarni qo'yib beraverasiz. Telefon nomerim yozmasan 95 lik 95lik 015 015 44 33. 44 33. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, rahmat katta charchamanglar. Ha. Mana shunday gullarimiz bor ekan. Assalomu alaykum. Qormanglar akalar. YouTube'ga qo'yib ketsam maylimi video qilib? O'zinglar chiqmaysizlar, Jalotovin. Yo, chiqmaysizlar, Jalotovin. O'pdim aka sizlarda yo? O'pdim ekan. Hurmatli obunachilar, keyingi rasta, gul rastasi. Xola bemalol ko'ravering. Atir gullarimiz bor ekan, kichkina atir gullar. Oqidan gullar ham minilashib ketyapti, atir gullarimiz ham mana. Kimga mana shunday gullar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar mana. Bu akalarimiz o'pdim deyapti. O'pdim behijolat. Mana. Hurmatli obunachilar mana. Kimga kerak bo'lsa. Bundan tashqari archalarimiz ham bor ekan, aka. Kichkina palmalar ham bor, kattalar bor. Kichkina palmalar, katta palmalar. Aha, ha. Mana shunday qilib ko'rib mana atir uzun atir gul bor. Ha. Bu atir gulimiz shunaqa ochilar ekan-da mana unda. Stampo. Dekorativmi. Do'stlar, mana archaning 2-3 ta turi bor shekilli bu yerda. Palmalari kattalari bor ekan. Aka, o'pdim ekan, nomeringlarni qo'yib ketsam bo'laverami? Nechilik? 93lik 988 1244. Xo'p, rahmat aka, charchamanglar. 18. Hurmatli obunachilar, bu ham o'tdim hisoblanar ekan, uni bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum. Qormanglar, qo'yib ketsam bo'laverami videoga? Bo'ldi. Sizlardan o'pdimmi aka? Aha. Hurmatli obunachilar, o'pdim dona. Mana geran gullarimiz bor ekan, bitta opamiz geranlarni so'ragan ekan mana. Bemalol. Endi nomerlarni qo'yib ketyapman, iloji boricha aloqaga chiqib narx-navosini bemalol so'raverasizlar. Hurmatli obunachilar, ko'pchilik aka-ukalarimiz narx-navosini aytgani tortinyapti shekilli. Hurmatli obunachilar mana. Miniatyur gulimiz sariq ekan. Do'stlar, mana. Mushkanbar degan gulimiz bor ekan mana. Hurmatli obunachilar mana. 10 tane arzanlarım arzanamaydi. Geronlar 10 bitta ko'rganlarga 9 mingdan ekan. O'ttimga. Aka, nomeringizni aytib o'tsak bo'ladimi? 99lik 902 06 41. Xo'p, rahmat. Charchamanglar. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Qormanglar aka, charchamasizlarmi? Qo'yib ketsak maylimi? YouTube'ga qo'yib ketsak maylimi? Ha, mayli, deyman. Hurmatli obunachilar, keyingi gul rastamiz. Sizda faqat Zemli. aha, archa gullar ekan-a? Hali gazon xizmatlariga qo'yiladigan gullardan ekan-a bari? Sizda ham o'pdimmi aka? O'tdim bizda.
Optimi 91'lik. 91'lik 173 173 20 20 30. Ola alolasi qanchadan katta ekan sizda? Alona 35 ming. Ko'proq olganga optim 30 ming. Foydalangandan sotaverasiz. Talangani ham beraman. Ma geranlar ham sizdan aka? Beranlar ham bizdan. Nech puldan bu? 10 ming so'm. Korobkaga 9 qilib beradi. Arzon ekan sizda. Naryoqda 15 ming dedi mana shu. Kunliklari ham bor. Ha, Zimniy palmalar, letniy palmalar. geranni atirgulligimi nariga? Ha. Hurmatli obunachilar, mana geran ujulimizda atirgullik ekan. Ular ham ashi narxmi aka? Ha, bir xil. 10 mingdan. Hurmatli obunachilar, mana gullarimiz. Bemalol aloqaga chiqib so'rashlaringiz mumkin. Sizlar dastlabki bo'lmaydi aka, yo bormi? Anjan ichim. Uning anjan ichiga faqat. Xo'p, rahmat aka. Hurmatli obunachilar, mana kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Obunachilar mana hop, mana keyingi sotuvchi Rasta gul do'konidamiz. Hozir narxi bilan so'raymiz. Tog'a videoga qo'yib ketaveraymi gullaringizni? To'g'ri. To'g'ri. Ha, optima sizlarda ham tog'a? Yo'q, optim. Bo'ldi. Nomerlaringiz necha tog'a? Nomeringizni ham qo'yib ketay. Telefon qilishadi. Xudo xolasa. Ha, bunda optim bor. Aha. 10 ming. Va'da. Ko'raylikchi bitta. 10 mingdan ekan. Hurmatli obunachilar, 10 mingdan ekan. Tog'a nechilik nomeringiz? Nomerimiz 88'lik. 88'lik 175 175 24 24 20. 24 20. Bemalol bunga optimga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar, kimga kerak bo'lsa. Rahmat tog'a, charchaning. Hurmatli obunachilar, yana davom etamiz. Keyingiroq gul rastalarga kiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xola, YouTube'ga qo'yib ketsam maylimi gullaringizni? O'yib chiqmaysiz. Ha, bemalol. Bo'laram? Bemalol. Bo'ldi. Sizlarda ham optimmi xola? Ha, biz dehqonchilik qilib Dehqonchilik optim. Ha. Hurmatli obunachilar, mana optim yana gul rastasidamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Andijon Jahon bozoridamiz, mana gullarni ichigidan ko'rsatyapmiz. Xola aytyapti, o'zi uyida yetishtirgan gullar ekan, optim ekan. Olib sotmaydi ekan. Hurmatli obunachilar. Ko'makaydamiz, ko'makayda. Ko'makaydan, Andijon Ko'makay. Ko'makayda. Assalomu alaykum, aka, sizmisiz? Nomerlaringizni qo'yib ketsam maylimi? Optim ekani sizlarda. Nechilik? 94'lik. 94'lik 802 802 24 74. 24 74. Hurmatli obunachilar, mana kimga kerak bo'lsa, narx-navolar qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib so'raverasizlar. Hozir hammasini aytgani ko'pchilik toqati yo'q, to'g'risi. Hurmatli obunachilar, mana gullarimizni. Aka, mana shu gulingizni o'zini aytib olmaysizmi? Benjamin. 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 Oqidan ko'kidan. Oqidan ko'kidan. 40 mingdan 150 minggacha bor. 40 mingdan 120 minggacha. Orqada kattalar bor. Xola, o'tiraverasiz, chiqmaysiz tijoratdan. Mana. Kattalar odam bu. Kattalari bor ekan. Mashlar necha puldan mashlar? 170 mingga beradi. 170 mingdan kattalar berishamiz. Hurmatli obunachilar, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib ketaverasizlar. Rahmat aka. Charchaning. Xo'p. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Sizdanmi? Qo'yib ketsa maylimi? Assalomu alaykum. Charchaning jinsiz saylazasini. Rahmat olsun. Rahmat. Olyapsizmi aka? Rahmat. Hurmatli obunachilar. Ha, YouTube'ga. Xo'p, keyingi rastamiz mana. Sizlarga ham o'qdimmi aka? Bizda ham optim aka. O'zinglar dehqonchilik, ha? O'zimizda dehqonchilik. Uyimiz ko'makay. Nari tomon ham sizga qaraydimi? Ha, bizga qarab yo'ladi. Hurmatli obunachilar, Andijon Ko'makaydan Jahon bozorida sotuv bo'limiga olib chiqqan o'zining rastasiga. Bemalol kimga optim gullar kerak bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Aka, nomerlaringizni qo'yib ketaylik. 95lik. 95lik 662 662 11 14 aka. 11 14. 14. Nari tomonni ham olavering videoga. Olaverasiz aka. Mana hali Lilian nimasi emasmi? Ha, asha qalay, negirkala deb qo'yishadi. Nech puldan mashlaringiz? Bu 5 mingdan aka. 5 mingdan. Giyargin. Ha, giyarginmi bu? Giyargin. Rahmat aka.
Hurmatli obunachilar, mana Optim akam, bu akamizda ham aka-uka opa singillarimiz bemalol bexijolat aloqaga chiqaverasizlar mana. Narx-navolarni aytmayapman, endi qo'ldan kelgancha bitta ikkita aytib ketyapman, qolgan telefon orqali bemalol so'raverasizlar. Ko'pchilik toqati yo'q buncha gulni narx-navosini aytgani. yer yo'q aka hammasi. Yer zoqib ketaveradi, qishda qolaveradi. Ha, bular qishin yozib ko'p yillik ekanda. Ko'p yillik aka. Ko'p yillik. 15-20 yil turaveradi. Ha, hurmatli obunachilar mana. Archalar ham sizga qarashli, ha? Ha, archalar ham. Aka, Jahon bozorida ko'pchilik qiziqadi. Archalarni nechi puldan? Shuni aytib narxini ayting. Akalar 250 ming. Ha, donasi 250 dan. 250 ming donasi. Meni bo'yimdan baland ekan, hurmatli obunachilar. Kelaveradi. Optimni ahzida qilib Mana Optim narxi. Dastavkalar yo'q aka sizlar? yo'q aka dastlab. Dastavka yo'q. Bo'lsa qilib ham. Ko'proq olsadik Ha, ko'proq foydalanishga. qilib Aha, hurmatli obunachilar, do'stlar, yoqsa albatta like va podpis tugmasini bosishni unutmanglar. Aka, rahmat, charchaling, sog' bo'ling. Rahmat aka. Nima? Nom uni.